Zokir aka, qachon sovchingizni jo'natasiz? Hali to'y qilishga sharoitim yo'q meni. Unda dadam sizga bermaydilar. Sov bering. Men sevgimiz uchun kurashaman baribir. Sevgim uchun sotaman, tushundingmi? Jilli aka, jilli etmak. Nima qilib turibsan sen inak so'ra? Sevgim uchun kurashaman dedi. Deb inakda nima ayib? Hayol bo'lmasa qissam dadasi boshqasiga berib qo'yaradi. Inak sotishing kerakmi? Ha, pul yo'q-ku. Yurib bera, o't. Menga qarab acham, to'y qilish uchun inak sotish kerak emas, to'yingni o'zim qilib beraman. Qanday qilib berasiz? Hozir Basma organizator degan chiqqan. Navoiy bilan Buxoroni xohlagan tumanida to'yingni qilib beradi. Hammasi pat kulich. Menga qara, san'atkor deysam, suxandon deysam, karnay surna deysam, videochi deysam, dizayn deysam, undan tashqari restorandagi hamma narsasi pat kulich qiladi. Sen mehmon deb borasan, mehmon bo'lib qaytasan, tushundingmi? Baribir inak sotaman, shunga ham pul kerak-ku. Pul kerak emas, menga qara, bo'lib to'lasang bo'ladi. 1 yildan 3 yilgacha, tushundingmi? Undan tashqari ular xizmatdan foydalansang, Turkiyaga kelin-kuyovlar uchun ikkita bilet ham qilib beradi o'zi. Zo'r ekan. Lekin baribir inak sotmasa. Jonim bacham, inakni nimaga sotasan? Nima qilasizmi buni? O'zim to'yimga niyat qilib o'zim to'yimda sotaman. Ketdim, maqa keldingizdan. Davay. Bas organizator eng zo'ri. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar sizlar.